Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Xudo jo'li. Mana qovun darzoga keldik. Qovun darzoning klassi qancha ekan hozir bilib beramiz. Assalomu alaykum. Qovun qancha ekan qovun? Darvocha. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Mana shu kunimizning 16-avgust kunga 2-kun qovun darzoga keldik. To'y ma'rakalar bo'lsangiz bo'lgan qovun 35 deydi. Yaxshi qovunlar yaxshi ekan. Qovunlar yaxshi ekan. Qovun qayerga ekan? Qovun O'zbekiston. O'zbekistonda klassichi? YouTube'ga chiqaryapsizmi ama? YouTube'ga. Qovun klassi 35 dedingizmi? 30 dan ekan qovun. Yaxshi qovun ekan. To'y ma'rakalar olsangiz bo'ladi ekan. To'y ma'rakalarga yaxshilik. To'ylarga ma'rakalar olsangiz bo'ladi. Hozir mana dorizni ko'ramiz. Hajika doriz qanchadan ekan? Doriz pishkaydi. Pishkaydi qanchadan klasi? 17 so'm doriz bor ekan, olsangiz bo'ladi. 300 ekan, ha? To'y ma'rakalarga olsangiz yaxshi. Arzonxona yaxshi ekan. Sapotdu. Yaxshi standart ekan. Klasi 17 so'm ekan. 17 so'm ekan klasi. Mana doriz kimga ekan? Bugun keldim, pozdirdim. Ish yo'q hech olmay turasizmi? Bor berib bo'pti, berasiz. Yo'q, men qovun alohida, buni alohida berishim. Hozir qovunning nelar yo'qmi? Hozir moytdi. Qovunlar bor ekan. Qovunlar qancha ekan? Qovunlar 300 so'm, qanday olam? Qovun 300 so'm ekan, mana O'zbekistondan ekan. Olsangizlar bo'ladi. Jizzaxda ekan, yaxshi ekan. Yaxshilik jamoatni olsangizlar bo'ladi. To'y ma'rakalar olsangizlar bo'ladi. Olib ketingizlar. Arzon aka. Yaxshi arzon ekan. Mana kamazdan ko'rsatib qo'ydim. Mana pishgani bor ekan, yaxshi ekan. Mana qarangizlar. Asalasi ekan, Jizzax ekan. 100 so'm deydi. Arzon ekan. Bunday qovunlar ish yerida topib qo'yasizlar. Bilasizmi? Kelaveradi. Ha, klass 30 dan 35 dan. 35 dan ekan klass yo'q. 100 so'mlik qovunlar bor ekan mana. 100 so'mlik shtu bor ekan, bu yerda 35 so'm ekan klass. Yaxshi qovunlar ekan. Bugun keldi odat. 16 so'm. Mana tarvuzlardan qarangizlar, tarvuzlar yaxshi ekan. Qayerdagi tarvuz? Doriz 30 odir aka. 30 odirning tarvuzi bor ekan, klassi. Klass qanchadan dedingiz? 16 so'm. 16 so'm ekan. To'y ma'rakalar olsangiz bo'ladi. Mana pishkaytning tarvuzi bor ekan, yaxshi ekan. Qarangizlar. Buning klassi 20 so'm ekan. Kami bor yo'q. Kami bor. Kam bor, arzonroq Kelishim borda. Kelishim borda olsangiz bo'ladi ekan. Yaxshi. Hozirdan pishkaytning tarvuzi bor ekan. So'nglar doriz qanchadan ekan? 19. Mayta oz qolibdi pishkaytning tarvuzi 19 so'mlik klass. To'y ma'rakalar olsangiz bo'ladi. Arzon ekan. O chekadigan bor ko'rsatib qo'yaman, yaxshi. Yaxshi mana. Yaxshi tarvuzlar bor ekan, olsangiz bo'ladi mana. Pishkayt ekan. Yaxshi tarvuzlar ekan, olsangiz bo'ladi. Tarvuzlar yaxshi ekan, pishkayt. Shuni men ham xohlasa ko'rsatib oyog'idan chiqdi. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishgacha tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Cho'p bozor, beda bozorni ko'rsatdik, dor bozorni ko'rsatdik. Yaxshi qolinglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Ko'rishgacha tinch bo'linglar. Hurmatli No'g'at Qori 24 kanalining qo'shuvchilari.